Yak xanda guni Dada men ketdim. Qani, hayz barakang bersin. Amin. Xavf xatarlardan ehtiyot o. Alloh akbar. Pul bermaysizmi? Shu kunlarda qadaming chataqda sen bolani. Shuncha pulda nima qilyapsan, o'g'lim? O'zim ustim ishlayapman dada, bo'pti. Ha, ota qayga ekan? Qizim qayga ekan? Biladilar. Ha, gapira olmaydi bu pishda qatdi bu. Qayga ekan? Yunusobodga unda. Chiqinglar, o'zim olib borib qo'yaman. Chiqinglar, ishimiz zarur olib borib qo'yaman. Ha, yoshlar, sevishganmisizlar, qizim? Ha, amaki, sevishamiz. Bu bola ish qilib sizni sevamikan, qizim? Конечно. Kuniga 500 mingdan rasxod qilganlardan keyin sevaladi. Ha, unda to'y qachon, qizim? Xudo xolasa fevralda qilmoqchimiz. Yo, fevralda qilmanglar, qizim, dadasini ko'tarib ketib qolmasin. Sal kuzroqqa qilinglar, dampama oladi. Voy, bularni adalariga muhtojlik joylari yo'q. Bular arxitektorlar, chizib pul topadilar. Ammo hamma yoqqa hozir ham chizib qo'ydi, qara. Voy, amaki bitta gap aytdingmi? To'xtab turing, maqtaning. Bular menga mahrga Malibu sovg'a qilmoqchilar. Ajab sirlar. Otada Nexia, kelinda Malibumi, o'g'lim? Bular o'z adalarini yoqtirmaylar. To'ydan keyin mehribonlik uyiga tashlab kelmoqchimiz. Mehribonlik uyi? Sen o'zing nima deyapsan? O'rdaklar, lo'yinda qara asfalt suradigan traktorga o'xshaydi. Bu cho'qqi soqolni qo'ldan po'q tish kelmaydi. O'g'lim, kimni sudda ishlayapsiz, ha? Tosh, Yunusobodgacha mashinamni oldi yugurib ketasizlar. Tosh, asabimni buzma! Nimaga adezligini aytmaysiz? Gapirtirman, hukumat. Ularni shunday tarbiya qilish kerak-da. Sevging uchun kurash, o'g'lim. Nima